Hammaga salom obunachilar, bu Rio Play kanali yangi videoga xush kelibsizlar. Xullas, bugungi videoda biz do'mboq baridan qochishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Videoda juda ko'p xatoliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki zapis qilishdan oldin uni tekshirmabman. Shuning uchun uzr so'rayman. Lekin bu barini o'ynashdan oldin shaurma o'ynagandim. Qaranglar. Voy, qarab turishim. Qoch. Ужас-ku. Qo'rqyapman, uni basharasini qaranglar. Bu shaharda ko'rsam yuragim bundan battar tushmaydi. Voy. Agar seni deb hozir men bu o'sib chiqsa kallangga tepaman aytib qo'y. Berishimiz kerak edi ekan, mana o'sib chiqmadi men bu kalla. Brat, gazdan keldi, gazni pulini bering. Gazdan keldik, onangiz. Ba'zi gaplarim noto'g'ri ketgan bo'lishi mumkin. Xatoliklar uchun uzr so'ragan holda videoni boshlayman. Xullas, qorong'uda horror o'yin o'ynash menga emas ekan, shuning uchun Barriodan qochish o'yinini o'ynaymiz. Men bu usroq Barriodan qochamiz ekan. Mana shuni o'ynaveramiz. Bo'lmasa yurakni yarim kechasi berib qo'yib baqiraversak. Yana ham baqirganim yo'q. Judaylar uyg'onib o bir-birini urib yotibdi endi. Voy. Tushib ketamiz. Bu o'yinda qochish bo'yicha professional bo'lib ketganman, to'g'risi. Hech kim yeta olmaydi. O'zgartirishlar kiritishibdi. Bunisimi? Ha, bu bilan tursakkan. Yugur. Bostimmikin men. Vo, bosmadim. Ana bu chiqdi deyim. Ya bostimmikin? Men buni qo'yish kerak edi. Yaxshi. Tushunib qoldim. Maqtagan qiz ilga yonchimas deydi. Yugur. Teginma, jigar. Iltimos teginmang. Vo, nima bo'lyapti? Sakrashga ulgurmayapti. Men bir do'mboq bo'lsa, orqamdan qulab yuribdi. Voy, chiqib oldik nihoyat. Buni montaj qilib YouTube'ga qachon joylashim aniq emas, lekin 2-3 kun qolib ketarmikan. 1 oy bo'pti-da, o'sha video qo'ymagandim ham YouTube'ga. Ramazon muborak do'stlar, do'shi Ramazon. Hammanglarni Ramazon bilan tabriklayman. Kech bo'lsa ham tabriklab qo'yaver ekanda, boshqa iloji yo'q. Tabriklamagandan ko'ra tabriklagan yaxshi. Menga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, qaranglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Men hali endi 500 ta bo'ldim. 3 ta video bilan bo'lsa ham 1000 ta bo'laylik shu oy Ramazon oyiga. İltimos, pikmeylik. İltimos, abone bo'linglar.
nima deb gapirishni ham tushunmayapman. Video olyapman. Video olgan paytda gaplarim tugab qolyapti. Qoch. Voy. Ha domba. Adamini berdik-ku. Urush kerak edi qo'ldagi. Nima dedi? O'zbekchada nima dedi shu narsani? Kim biladi? Kalit turmadi. Ключ o'ziga. Ключ o'zbekchasiga kalit. Inglizchasiga agar Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, bizni sherigimiz bor, Kanrojixon, obuna bo'lib qo'yinglar. 1000 taga oz qoldi. Yana nima desam bo'ladi? Kanal silkasini описаниеga qo'ysa, описаниеga qo'yib qo'yma. Tavsif degan joy bor, o'sha yerga qo'yib qo'yaman. Kirib obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Drama ko'radigan qizlar, YouTube dramalar degan kanal bor, o'sha yerga obuna bo'lib qo'yaverasizlar. U ham описаниеga qo'yib qo'yamiz. Video oxirigacha reklama bo'lib ketadi shekilli. Hate yozinglar, drama ko'rarkan, karishlarga qiziqar ekan, bir balolar deb yozinglar. Пожалуйста. Ну, tekisib gapirmang. Nima dedim o'zimga? Tushunmay qoldim deyman. Nimadir dedim-da deyman. Ну, gap kelmaganda gap qilib ketyapman, qiziqroq bo'lishi uchun. Montajlarni ancha yaxshi qilib. Nima? Tilim kelishmayapti kechqurunligiga. Montajlarni ham yaxshi qilishga harakat qilaman. Obuna qo'yinglar. Negalar? O'zbek paydishga qilmasa kim qiladi paydishkani? Voy. Niye? Nima bo'ldi? Voy. Men tanishmoqchiman sizlar bilan deydi. Kimdir aytdi, shunaqasiga pastga qarab ketsa, lazerga tegmaydi deb ko'raychi, shu rostmi, yolg'onmi? O, işte, yo rost ekan, tegmadi birontasiga. Yerga qarab o'tdim bo'lmasa, ko'rgan bo'lsanglar. Demak, bu lifehack rost ekan. Like bosib qo'yamiz rostligi uchun. Sizlarga o'quvchilarga oson bo'lishi uchun aytib qo'ydim. Mana shu videoni o'zi telefonda 1 gigabaytdan ortiq xotirani egallayapti. 21 soatmi shunaqa. 1 soatlik videolarni yozsak, polni telefonda egallab olar ekanda. Ado bo'ldik. Nega bunday bo'ldi? Nimaga tushib ketdi?
To'g'ri qo'ygandim. Mana bunisi to'g'ri. Naridan. To'g'ri turdi va nihoyat. Nima? Oxirgisi ekan. İkkalamizlar bitta to'lib ketdik. O'yin tugadi. Dushim elsa bo'ldik biz. Mana formalarni kiyib. Bu qamoqxonalar. Yo. Bo'ldi, o'yin tugadi. Zaryadim ham tugayapti. Hammaga ko'rganinglar uchun rahmat. O soqoli yarashibmi? Ko'rganinglar uchun rahmat. Sizlar bilan Rio Play'da kanalga obuna bo'lib, like bosib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishni unutmanglar. Hammaga xayr.